Zodagon fason stul usullari optim joyiga yetib keldik. Tabiiy, ya'ni taxtadan ishlangani bo'ladi. Bu 6 talik bo'ladi, 4 talikdan 8 talikgacha oladi. Summasiga keladigan bo'lsa, 350 dollar, 450 dollar, 550 dollar bo'ladi. Buni 450 dollar bo'ladi. Xohlasangiz mana bunda 12 talik turetskiy fasonimiz bo'ladi. Buning narxi 550 dollar bo'ladi. Xuddi shuni qorasi bo'ladi, bu ham bir xil bo'ladi. Xohlasangiz xuddi shuni 8 talik bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsa 290 dollar bo'ladi. Undan tashqari xuddi shuni arzonroq variant bo'ladi. Joziba deyshadi. Tagida mana bunda yostiqchalargacha bo'ladi. 8 talik summasi 140 dollar bo'ladi. Undan tashqari 6 talik 110 dollar bo'ladi. 4 talikga keladigan bo'lsa 80 dollar bo'ladi. Xuddi o'sha turetskiy 12 talik ko'rganlaringni 4 talik bor. Narxiga keladigan bo'lsa 175 dollar. Xoddoyxona, gamburgerxonalarga ishlatiladigan bularda bittasi, ya'ni 3 kishi sig'adiganlar bo'ladi. 6 kishi bemalol sig'adi. O'rtasida xona bo'ladi. Xoron hozircha yo'q ekan. Summasi 2,5 million so'm bo'ladi. Tomchi fason kachalilarimiz bo'ladi. Mana bunday polvon jijilar bemalol ko'taradi. Summasiga keladigan bo'lsa 2 million 100 ming so'm bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki faqatgina kelishilgan holatda biz turgan joy Farg'ona viloyati Kommentarium qishlog'i Primo ishlab chiqarish sexida turibmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqib turib, foiz %10 zo'r qilib bonuslarni qilib berishadi.